Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olib ishlayotganlar uchun, balki yaqinlari orasida pensioner ota-onasi, buvisi, bobosi yoki ish joyida pensioner xodimlari bor har bir inson uchun kerak. Chunki ko'pchilik pensiya tayinlangandan keyin ham ishlasa, uning pensiyasi oshishi mumkinligini bilmaydi yoki bilsa ham qachon, qanday tartibda, qaysi hujjatlar bilan murojaat qilishni tushunmaydi. Natijada odam o'ziga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha pulni yillar davomida olmay yurishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Oldin tartib qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Kim pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin? Kimga bu foyda bermasligi mumkin? Qaysi holatlarda xatoga yo'l qo'yiladi va amalda nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar pulingiz, huquqingiz va oilangiz byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Odam pensiyaga chiqadi, keyin yana ishlashda davom etadi. Masalan, o'qituvchi pensiyaga chiqsa ham maktabda dars beradi. Shifokor poliklinikada ishlaydi, haydovchi korxonada qoladi, buxgalter yoki qorovul ishini davom ettiradi. U har oy ish haqi oladi. Ish beruvchi uning nomidan tegishli soliqlar va ijtimoiy to'lovlarni rasmiy tartibda ko'rsatadi. Lekin pensionerning o'zi shunday deb o'ylaydi. Menga pensiya bir marta tayinlangan, endi bu miqdor faqat umumiy oshirilganda oshadi. Xolos, aslida esa har doim ham bunday emas. Pensiya miqdori ikki asosiy narsaga bog'liq. Birinchisi ish staji, ikkinchisi hisobga olinadigan ish haqi yoki daromad ko'rsatkichlari. Pensiya tayinlanganda sizning o'sha kungacha bo'lgan mehnat faoliyatingiz, rasmiy stajingiz, hujjatlar bilan tasdiqlangan ish haqlaringiz olinadi. Agar pensiya tayinlangandan keyin ham rasmiy ishlash davom etsa, vaqt o'tishi bilan yangi staj paydo bo'ladi. Ayrim holatlarda aynan shu yangi staj yoki keyingi davrdagi daromadlar pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Oldingi yillarda ishlovchi pensionerlar masalasida odamlar orasida ko'p tushunmovchilik bo'lgan. Kimdir ishlasang pensiyang kamayadi deb qo'rqitgan. Kimdir ishlayotgan pensionerga qayta hisoblash bo'lmaydi degan. Yana kimdir faqat ishdan bo'shagandan keyin murojaat qilish kerak deb aytgan. Shu sababli pensionerlar ko'pincha pensiya jamg'armasiga bormagan, ariza bermagan, ish joyidan ma'lumotnoma olmagan. Bugungi kunda eng muhim masala shuki, ishlayotgan pensioner o'z holatini tekshirishi kerak. Chunki hamma ishlovchi pensionerga avtomatik ravishda katta qo'shimcha chiqadi deb bo'lmaydi. Lekin ayrimlarga qayta hisoblash real darajada foyda berishi mumkin. Bu yerda men bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiyani qayta hisoblash degani har oy albatta 2 barobar oshadi degani emas. Qayta hisoblash bu sizning yangi ma'lumotlaringiz asosida pensiya ishini qayta ko'rib chiqishdir. Natija turlicha bo'lishi mumkin. Kimdadir pensiya biroz oshadi, kimdadir sezilarli oshadi, kimdadir esa deyarli o'zgarmaydi. Lekin bilmasdan yurish eng katta xato. Chunki siz murojaat qilmasangiz, sizning ayrim huquqlaringiz amalda ishlamay qolishi mumkin. Birinchi navbatda men pensiya olib rasmiy ishlayotgan barcha fuqarolarga o'z pensiya ishini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Rasmiy ishlash degani mehnat shartnomasi bor. Ish beruvchi sizni elektron mehnat daftarchasida ko'rsatgan. Oylik ish haqingiz rasmiy hisoblangan. Soliq hisobotlarida aks etgan holat nazarda tutiladi. Agar siz kelishib ishlayapman, ya'ni na mehnat shartnomasi bor, na rasmiy oylik bor, na staj yuritilyapti, bunday ish pensiyani qayta hisoblashga deyarli yordam bermaydi. Chunki pensiya tizim og'zaki gapga emas, rasmiy hujjat va elektron ma'lumotlarga qaraydi. Masalan, birinchi misol. Anvar aka 2020 yilda 6 yoshda pensiyaga chiqqan. Unga pensiya tayinlanganda 32 yil staj hisoblangan. Pensiyaga chiqqandan keyin u yana korxonada qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. 2020 yildan 2024 yilgacha 4 yil davomida ish haqi olgan. Ish beruvchi hammasini rasmiy ko'rsatgan. Anvar aka menga baribir pensiya tayinlangan, endi o'zgarmaydi deb yurdi. Aslida u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiya tayinlangandan keyingi rasmiy mehnat faoliyati hisobga olinishi mumkinmi deb tekshirtirish kerak. Agar uning yangi staji amaldagi tartib bo'yicha pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan bo'lsa, pensiyasi oshishi mumkin. Ikkinchi misol. Dilbar opa 25 yoshida pensiyaga chiqqan, lekin maktabda o'qituvchi bo'lib qolgan. Pensiya tayinlanganda uning ish haqi ko'rsatkichlari eski davrdagi pastroq oyliklar asosida hisoblangan.
Keyingi yillarda o'qituvchilarning oyliklari oshgan. Dilbar opa ham yuqoriroq ish haqi olgan. U o'ylaydi. Mening hozirgi oyligim pensiyamga ta'sir qilmaydi. Har doim ham ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin ayrim tartiblarda keyingi davr ish haqi yoki staj qayta hisoblashda ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Shuning uchun u o'z holatini aniqlashi kerak. Pensiya tayinlanganda qaysi yillar ish haqi olingan? Keyingi rasmiy oyliklar hisobga olinadimi? Qo'shimcha staj pensiya formulasiga ta'sir qiladimi? Uchinchi misol. Rustam aka pensiya oladi, lekin bozorda norasmiy ishlaydi. Har kuni savdo qiladi, daromad topadi. Lekin hech qanday rasmiy hujjat yo'q. U men ham ishlovchi pensionerman, pensiyamni oshirib beringlar deb murojaat qiladi. Bu holatda muammo shuki, pensiya tizimi uning bozorda ishlab daromad topganini rasmiy staj sifatida ko'rmaydi. Agar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, belgilangan tartibda to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, boshqa gap. Lekin oddiy norasmiy faoliyat pensiya qayta hisobiga asos bo'la olmaydi. 4-misol. Nafisa opa pensiyaga chiqqandan keyin atigi 3 oy rasmiy ishlagan, keyin sog'lig'i sababli ishdan bo'shagan. U ham qayta hisoblash bo'ladimi deb so'raydi. Bu yerda staj juda qisqa bo'lgani uchun natija sezilarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi holatlarda minimal talablar, davrlar, hisoblash qoidalari bo'ladi. Shuning uchun 3 oy ishlagan odam bilan 3 yil ishlagan odamning natijasi bir xil bo'lmaydi. Men bunday holatda ham umuman bormang demayman. Lekin kutiladigan natija katta bo'lmasligini tushunish kerak. Endi kimlar albatta e'tibor berish kerak. Birinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin kamida bir necha yil rasmiy ishlaganlar. Ikkinchidan, pensiya tayinlanganda staji to'liq chiqmagan, keyin esa rasmiy staj yig'ganlar. Uchinchidan, pensiya tayinlangandan keyin yuqoriroq ish haqi olganlar. To'rtinchidan, ilgari ayrim hujjatlar topilmagani uchun pensiya pastroq tayinlangan. Keyin esa arxiv ma'lumotnomalar topilgan fuqarolar. Beshinchidan, elektron mehnat daftarchasida yoki soliq bazasida ma'lumotlari to'liq aks etgan ishlovchi pensionerlar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar pensiyangiz allaqachon maksimal yoki qonunda belgilangan yuqori chegaralarga yaqin hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha staj katta ta'sir bermasligi mumkin. Agar pensiya tayinlangandan keyin rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, qayta hisoblash uchun yangi asos bo'lmasligi mumkin. Agar sizning ishlagan davringiz hujjat bilan tasdiqlanmasa, pensiya jamg'armasi uni shunchaki og'zaki aytganingiz uchun hisobga olmaydi. Lekin baribir men o'zingizcha xulosa chiqarmang deyman. Eng to'g'ri yo'l pensiya bo'limidan rasmiy tushuntirish olish. Bu masalada odamlar ko'p chalkashtiradigan yana bir jihat bor. Umumiy pensiya oshirilishi bilan individual qayta hisoblash bir xil narsa emas. Masalan, davlat tomonidan pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, bu barcha tegishli pensionerlarga tatbiq etiladi. Bu umumiy indeksatsiya yoki oshirish hisoblanadi. Lekin individual qayta hisoblashda aynan sizning stajingiz, ish haqingiz, hujjatlaringiz, pensiya ishingiz qayta ko'riladi. Shuning uchun hammaniki oshdi. Demak, mening qayta hisobim bo'ldi deb o'ylash noto'g'ri. Sizning shaxsiy holatingiz alohida tekshirilishi kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiyani qayta hisoblash ko'pincha ariza asosida amalga oshiriladi. Ya'ni fuqaro o'zi murojaat qilishi, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish kerak bo'ladi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda bo'lsa ham, odamning o'zi harakat qilmasa, jarayon cho'zilishi yoki umuman boshlamasligi mumkin. Shuning uchun ular o'zlari bilib oshirib beradi degan ishonch har doim ham to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat. Qayta hisoblash qaysi sanadan boshlab amalga oshirilishi muhim. Agar siz murojaatni bugun bersangiz, qo'shimcha to'lov qaysi oydan boshlab beriladi? Oldingi oylar uchun ham farq to'lanadimi yoki yo'qmi? Bu amaldagi tartib va sizning hujjatlaringiz qachon taqdim etilganiga bog'liq bo'ladi. Ko'p odamlar 3 yil oldin ishlaganini aytib, 3 yilning hammasi uchun farqini bering deb talab qiladi. Lekin pensiya organi odatda ariza, hujjat va qonundagi muddatlarga qaraydi. Shu sababli kechiktirmasdan murojaat qilish juda muhim. Uchinchi nozik jihat, hamma ish haqi ham hisobga olinavermaydi. Pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan hujjatlar bilan tasdiqlangan daromadlar muhim. Menga konvertda qo'shimcha pul berishardi, oyligimning bir qismini qo'lda berishardi degan gaplar pensiya hisobida yordam bermaydi. Masalan, bir fuqaro rasmiy 1 million so'm oylik olgan. Lekin amalda yana 2 million qo'lda olgan bo'lsa, pensiya tizimida 1 million ko'rinadi. Qayta hisoblashda ham odatda shu rasmiy ko'rsatkichlar ahamiyatli bo'ladi.
Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham rasmiy oylikka jiddiy qarashi kerak. 4-nozik jihat elektron mehnat daftarchasidagi xatolar. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda yuritiladi. Lekin eski ish joylari, nomi o'zgargan tashkilotlar, tugatilgan korxonalar, arxivga topshirilmagan hujjatlar sababli stajda bo'shliq paydo bo'lishi mumkin. Masalan, siz 1995 yildan 2000 yilgacha korxonada ishlagansiz, lekin elektron bazada bu ko'rinmaydi. Pensiya tayinlanganda ham, qayta hisoblashda ham bunday bo'shliq sizga zarar qilishi mumkin. Bunday vaziyatda arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi yordam beradi. 5-nozik jihat. Pensiya turi muhim. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha qayta hisoblash qoidalari bir xil bo'lmasligi mumkin. Bugungi mavzuda men asosan yoshga doir pensiya olib, ishlashda davom etayotgan fuqarolar haqida gapiryapman. Agar siz nogironlik pensiyasi olsangiz yoki boshqa turdagi pensiya olsangiz, sizning holatingiz alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda pensiya turini aniq aytish kerak. 6-nozik jihat pensiyani qayta hisoblatish uchun ishdan bo'shash shartmi yoki yo'qmi degan savol. Ko'pchilik ishlab turgan odamga qayta hisoblash bo'lmaydi. Avval ishdan bo'shang deb o'ylaydi. Har bir holatda amaldagi tartibga qaraladi, lekin men tavsiya qiladigan yo'l shuki, ishdan bo'shash haqida shoshilinch qaror qilmang. Avval pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sizning rasmiy stajingiz va ish haqingiz bo'yicha qayta hisoblash imkoniyati bormi? Shuni bilib oling, chunki odam ishdan bo'shab, keyin pensiyasi umuman oshmasligini bilib qolsa, bu katta xato bo'ladi. 7-nozik jihat qo'shimcha staj har doim katta pul degani emas. Masalan, pensiyangizga yana 2 yil staj qo'shildi. Siz o'ylaysiz, endi pensiyam 500 mingga oshsa kerak. Lekin hisoblash formulasi bunday sodda emas. Pensiya miqdori bazaviy ko'rsatkichlar, ish haqi koeffitsientlari, staj cheklovlar va boshqa me'yorlarga bog'liq. Ba'zida 2 yil staj juda kam qo'shimcha beradi. Ba'zida esa yetishmayotgan staj to'ldirilgani uchun sezilarli ta'sir qiladi. Ayniqsa, pensiya tayinlanganda staj minimal darajaga yaqin bo'lgan bo'lsa, keyingi rasmiy staj muhim bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat. Ish beruvchining xatosi pensionerga zarar yetkazishi mumkin. Masalan, ish beruvchi sizni vaqtida ishga qabul qilganini elektron tizimga kiritmagan, oylikni noto'g'ri ko'rsatgan, ishdan bo'shatish sanasini xato yuborgan yoki soliq hisobotlarida sizning daromadingizni noto'g'ri aks ettirgan. Siz esa hammasi joyida deb o'ylaysiz. Qayta hisoblashga borganingizda ma'lum bo'ladiki, tizimda ma'lumot yo'q yoki noto'g'ri. Bunday holatda ish beruvchiga murojaat qilib, xatoni tuzatish talab qilinadi. Shuning uchun men ishlovchi pensionerlarga yiliga hech bo'lmaganda bir marta o'z mehnat ma'lumotlarini tekshirishni tavsiya qilaman. 9-nozik jihat. Arxiv masalasi. Eski davrlarda ishlagan odamlar uchun eng katta muammo hujjat topish. Korxona tugatilgan bo'lishi mumkin. Arxivga hujjatlar to'liq topshirilmagan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmasligi mumkin. Bunday vaziyatda odamlar tushkunlikka tushadi. Lekin imkoniyatlar bor. Tuman yoki shahar arxivlari, viloyat arxivlari, tashkilotning huquqiy vorisi, yuqori turuvchi idora sud orqali faktni tasdiqlash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, birinchi rad javobidan keyin to'xtab qolmang. Hujjat izlashda tizimli harakat qiling. 10-nozik jihat. Qayta hisoblash natijasini tekshirish kerak. Pensiya bo'limi hisoblab berdi. Pensiya oshdi yoki oshmadi. Lekin siz bo'ldi, demak hammasi to'g'ri deb qo'ya qolmang. Siz yozma javob so'rashingiz, qaysi stajlar hisobga olingani, qaysi davrlar olinmagani, nima sababdan olinmagani haqida tushuntirish talab qilishingiz mumkin. Agar sizga og'zaki sizga bo'lmaydi deyishsa, yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyin uni yuqori tashkilotga yoki zarur bo'lsa sud tartibida ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjat tayyorlash kerak? Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar siz pensiya olib ishlayotgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz shunday bo'lsa, birinchi qadam o'z pensiya holatingizni aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, ayrim xizmatlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni My.Gov. Uz orqali yoki tegishli elektron tizimlar orqali ham ko'rilishi mumkin. Lekin ko'pchilik pensionerlar uchun eng tushunarli yo'l hozircha tuman yoki shahar pensiya bo'limiga borib, mutaxassisdan tushuntirish olishdir.
Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumotlar, mehnat daftarchasi bo'lsa, uning nusxasi elektron mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumot. Ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqqi to'g'risidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar pensiya tayinlangandan keyin bir nechta joyda ishlagan bo'lsangiz, har bir ish joyi bo'yicha ma'lumotlarni yig'ing. Agar ish joyi tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. 3-qadam, arizani aniq yozing. Arizada taxminan shunday mazmun bo'lishi kerak: menga tayinlangan pensiya tayinlangandan keyingi rasmiy mehnat faoliyatim, ish stajim va tegishli daromadlarimni inobatga olgan holda qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Albatta, ariza matnini joydagi mutaxassislar shakl bo'yicha berishi mumkin. Muhimi, siz og'zaki so'rab ketib qolmang. Ariza ro'yxatdan o'tsin. Kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Chunki keyin muddatlar va javoblar aynan shu arizaga bog'lanadi. 4-qadam, ish beruvchi bilan ma'lumotlarni solishtiring. Ish joyingizdagi kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyadan sizning ishga kirgan sanangiz, lavozimingiz, ish haqi ko'rsatkichlaringiz, mehnat shartnomangiz, elektron tizimga kiritilgan ma'lumotlar to'g'ri yoki yo'qligini tekshiring. Meni bazaga kiritganmisiz? Oyligim rasmiy ko'rsatilganmi? Soliq hisobotlarida daromadim aks etganmi? degan savollarni berishdan tortinmang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. 5-qadam, agar ma'lumotlar yetishmasa, ularni to'ldiring. Masalan, pensiya bo'limi falon yildagi ish stajingiz ko'rinmayapti desa, darhol arxivga murojaat qiling. Arxivga murojaatda qaysi tashkilotda, qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlaganingizni aniq yozing. Agar eski mehnat daftarchangizda yozuv bo'lsa, nusxasini ilova qiling. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomini ko'rsating. Qanchalik aniq ma'lumot bersangiz, hujjat topish ehtimoli shunchalik oshadi. 6-qadam. Javobni kuting va natijani tekshiring. Pensiya qayta hisoblangandan keyin yangi miqdor sizga ma'lum qilinishi kerak. Agar pensiya oshgan bo'lsa, qaysi oydan boshlab oshgani va farq to'lovi bor yo'qligini aniqlang. Agar oshmagan bo'lsa, sababini so'rang. Staj yetarli ta'sir qilmadi. Ish haqi hisobga olinmaydi. Hujjat tasdiqlanmadi. Muddat talabga mos emas kabi sabablar bo'lishi mumkin. Bularni og'zaki emas, imkon qadar yozma shaklda oling. 7-qadam. Rozi bo'lmasangiz, shikoyat qilish tartibini biling. Agar siz hisob noto'g'ri deb o'ylasangiz, avval pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organiga murojaat qilishingiz mumkin. Arizangizga barcha hujjatlar nusxasini, oldingi javobni, o'z e'tirozlaringizni ilova qiling. Masalan, mening 2002-2024 yillardagi rasmiy ish stajim hisobga olinmagan, ish haqi ma'lumotnomam e'tiborga olinmagan, arxiv ma'lumotnomasi qabul qilinmagan deb aniq yozing. Agar ma'muriy tartibda masala hal bo'lmasa, qonunda belgilangan tartibda sudga murojaat qilish imkoniyati ham mavjud. 8-qadam, kelajak uchun ham rasmiylikni saqlang. Agar siz pensiyada bo'lsangiz ham ishlashda davom etsangiz, endi pensiyadaman, menga farqi yo'q demang. Har bir rasmiy oy, har bir to'g'ri ko'rsatilgan ish haqi, har bir mehnat shartnomasi keyin sizga kerak bo'lishi mumkin. Ish beruvchidan hujjatlarni o'z vaqtida rasmiylashtirishni talab qiling. Mehnat shartnomangiz nusxasini saqlang. Ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlarini, ma'lumotnomalarni, oylik haqidagi hujjatlarni imkon qadar yig'ib boring. Yana bir amaliy maslahat, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron tizimlardan foydalanishni bilmaydi. Maybekda o'ziga kira olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Pensiya jamg'armasiga borishga tortinadi. Agar sizning ota-onangiz yoki qarindoshingiz pensiya olib ishlayotgan bo'lsa, ular bilan birga hujjatlarni ko'rib chiqing. Qachon pensiyaga chiqqansiz? Undan keyin qayerlarda rasmiy ishlagansiz? Mehnat daftarchangiz qayerda? Ish haqi ma'lumotnomangiz bormi deb so'rang. Ba'zida bitta oddiy tekshiruv odamning pensiyasiga qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Men yana shuni alohida aytaman. Hech kimga pul berib pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalarga ishonmang. Pensiyani qayta hisoblash qonuniy tartibda, hujjatlar asosida qilinadi. Agar hujjatingiz bo'lsa, ariza bersangiz, sizga qonun bo'yicha ko'rib chiqishlari shart. Agar kimdir men tanish orqali hal qilaman desa, ehtiyot bo'ling. Siz huquqingizni rasmiy yo'l bilan talab qiling. Hujjatlaringizni begona odamga topshirib qo'ymang. Pasport ma'lumotlaringiz va bank kartangizni hech kimga bermang. Demak, ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash mavzusida eng muhim xulosa shuki,
pensiya tayinlangandan keyin rasmiy ishlagan davrlar ayrim holatlarda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu avtomatik va hammaga bir xil bo'ladigan jarayon emas. Sizning stajingiz, ish haqingiz, hujjatlaringiz, pensiya turi va amaldagi tartib alohida ko'rib chiqiladi. Eng katta xato esa umuman murojaat qilmaslik. Hujjatlarni tekshirmaslik va baribir foydasi yo'q deb yurishdir. Mening tavsiyam oddiy. Agar siz pensiya olib ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, ariza yozing, ish staji va ish haqi ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Agar hujjat yetishmasa arxivdan izlang. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yozma izoh so'rang. Agar hisob noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. O'z huquqingizni bilsangiz, hech bo'lmaganda sizga tegishli pulni bo'yib bermaysiz. Sizlardan iltimos, izohlarda yozib qoldiring. Siz yoki yaqinlaringiz pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganmisiz? Qayta hisoblash uchun murojaat qilganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Bu savol boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa, mehnat staji va hujjatlar bo'yicha yana juda kerakli mavzularni oddiy tilda tushuntirib beraman.